Shahar Texnogazoli qarama-qarshisida mana shu domimizda ikkita kvartiram sotuvga chiqdi. Bittasi 3 xona, bittasi 2 xona. Ikkalasi ham yonma-yon. Hozir ichini qilib beraman. Qani ketdik. Ko'chasida bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Birinchi qavatda 73 metr kvadrat. Kirish qismimiz uyimiz polностью atirchenti bo'lgan, prixo'ja mebel qilingan. Sanuzul bo'lyapti. Sanuzullar alohida. Alohida hojatxona. Bolalar uchun yotoqxona qilingan, 2 kishilik shkaflari bilan. Bu yerda oshxonasi. Ko'rishingiz mumkin, isitish tizimi. Двухкомнатный котел. Теплый pol qilingan. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona, turma zona, dush spalni va shkaflar bo'lyapti. Keyingi xonamiz, ya'ni koridordan to'g'ridagi eshik. Bu yerda esa mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamizga ham o'z fikringizni kommentariyga bildirasiz. Remont qanday chiqqan? Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 79 million dollar so'ralyapti. Yana savdosi bor. To'liq ma'lumotni pastda nomerga qo'ydiraman. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Faqat naqd pulga ipoteka rassrochkasi yo'q, kadastr hujjatlari bor.